Assalomu alaykum guruhdoshlar, ko'rak muxlislari. Nasib bo'lsa dimdan ko'raklarni ochdik. Hali kesilgan yo'q. Bu tarafi o'tkin hosil olingan. Shu bu yil yana kovlangan. Mana kattaligi. Mana agoratda daraxtlar orasida ekilgan kovraklar. Bugün sanamiz 2025-yilda 11-iyuni. Manzilimiz akalar Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida. O'sha rayonda o'zida akalar. Sana qishloqda emas, sentr joyda. Mana shu agoratda mana shu tartibda urug' ekilgan, ko'chat ekilgan. Xudo xolasa nasib bo'lsa birinchi kesimi kesiladi. Buni endi sal kichkinaroq bo'lsa ham hosil olinadi. Mana bunisi. Ko'rak biznesiga qiziqqanlar bo'lsa bemalol lichkaga yoki aloqaga chiqishlaringiz mumkin.